oling har savolda lak oling aka lak. Assalomu alaykum everyone. Bugungi showimiz вообще bonus epizod. Chunki bizda bugun mehmonda Qudratbek hamda Ahrorbek. Unda hech kim tanimasa ham bular ham bonus show uchun kelishdi. Muhimi men taniyman. Do'stlarga ko'pchilik taniydi. Okay, hop. Tanimaganlar uchun bularning ismlarini yana qayta tezlab o'taman. Qudratbek hamda Ahrorbek. Hop, savollarimiz 14 ta. Ko'rgan bo'lsanglar yaqinda bitta savol joyladim. Tashish shouga oxirgi videoda. Uni javobini ham aytib qo'yishdi. Javobini o'qimaysizmi? o'qidim. Demak, uni chiqaramiz. Demak, savollarimiz 13 ta. 13 ta savolimiz bor. Hop. Birinchi savolimiz ingliz gentlemenlar. Ingliz gentlemenlarda ko'pta narsa shart bo'lishi hisoblanadi. Ulardan biri yoqsiga, ikkinchisi galstuk qistirgichi, uchinchisi to'sat va to'rtinchisi topish. Gentlemenlarda kostyumda yurishadigan, to'g'rimi? Kostyumdagi ro'molchasi. Yo'q. Endi o'ylamayman. Shlyapos. Yo'q. Gentleman deganda haligi bitta ko'zida shishasi bor, Binokl. silindrli tam nima deydi? Hassasi bor emas. Nima gentleman? Gentleman emas. Unaqa emas. Men bitta guess. Okay. Zontik. Yo'q. 3 hours later. Asraman xo'p. O'zimizni haligi mentalitet o'zimiz o'zbeklardan olib yaqinlashtiraman. To'ylarda kuyov bolada bo'ladi bu narsa. Bizda bunday oladigan bo'lsak, u narsa kuyov bolada bo'ladi. To'ylarda kuyov bolada bo'ladi. To'y oxirgi qachon borganman? 1 week later. Kuyov bolalar uchun alohida nimadir bo'ladi, u kuyov bolani bolada yo'q ekan bu narsani ishlatman. No, lekin men ham prям maktab paytida bitirayotganda shu narsani ishlatganman. Ikkita bo'ladi bu narsa. Qiyin qilyapsiz aka, borsa oson edi. 1 eternity later. Soat galstuk. Galstukni qistirgichi, galstuk emas, galstuk qistirgichi. Galstuk bilan kostyumchi sanasa bo'ladi. Ha. Galstuk qistirgichi. Hop. Soat. A few moments later. Hop, tugma, lekin Qo'shimcha. qo'shimcha to'g'ri emas. Qo'shimcha tugmada bitta zapasnoy. Yo'q, ashuni nomi bor. Nomini topish kerak. Qo'shimcha tugma nomi bormi? Ana, men yerda ikkinchisi bo'ladiganini aytyapsizmi? Ikkita bo'ladi. Aka, men именно shuni aytyapman qo'shimcha tugma deb. Ya, u endi siz aniq aytishingiz kerak. Aniq aytishingiz kerak. Hisobmas. Description'ni berasiz. O'zim bersam kerak, To'xtang aka. Ay, topa olmaysiz. Ular Topolmaysiz, yo'q. to'xtang, kommentariyada yozib qo'yinglar akalar mana shu topganlar. Topganlar kommentariyada. Birinchi savolimizda hozircha hisoblarimiz 0-0, bonus showda baribir qilishyapti. Xo'p, ikkinchi savolimiz juda ham oson prosta kezdi. Qaysi oyda 28 kun? Har oyda. Tayyor turibsiz. Tricky. Demak, har oyda 28 kun bor. Bonus anaqada sizga ball. Okay. Uchinchi savolimiz. Ozmos, logический. Akvariumda 12 ta baliq bor edi. Undan 5 ta chiqdi, nechta qoldi akvariumda? 12 ta. Men aslan bir. Nimaligini aytib qo'y, prosta. Cho'kadi, qoladi-yu. Akvariumda ichida qoladi. Akvariumda 12 ta baliq qoladi. Cho'ksa ham qoladi. Cho'kmaydi o'z baliq. Mana baliq cho'kmaydi. Okay, hop, yaxshi. Keyingi savolimiz juda ham haligi cho'zganman, bu shu uzun. Buni oxiriga olib. Hop, 6-chi savolimiz bu bizni ustozimizdan kelgan. Ustozimiz bizga berdi. Prям nаш son uchun rostdan berdi. Bolalar desam, bolalar uchun savol bor dedi. Qaysi ustoz? Ismini aytmayman. Ha, bu anonim. Hop, nega armiyada bir xil kiyim kiydiradi askarlarga? Nega armiyada askarlarga? Voy. Har xil Buni javoblari ko'p. Hop, misol uchun Birinchidan har xil materiallarda masalan tanlab o'tirmaslik uchun, yo'q. ikkinchidan Imенно bitta harbiy nima uchun, harbiy yo'llar uchun bitta rezini bor xolos. O'zi kitobi adashib ketmasligi uchunmi?
Navrut adashib ketasiz agar bir xil bo'lsa. Yo'q, nima bir qolganlar bilan. Bitta harbiy maqsadda ishlatiladigan narsa. O'zi aslida harbiy kiyimlar nimaga olib bo'ladi deganinglar-ya, mana Olib bo'ladi. Это причем olib bo'ladi. Bu yerda olib bo'ladi, да, maskirovka. не только. Не только maskirovka. Harbiy Polniy chang, pang, kir, pir bo'lganda, masalan, bilinmay ketadi, olib bo'lsa. O'zi men rezonasiga qiladi. Okay, hop. Unday ketsa, siz unday ketyapsiz. Hozir bu akani javobi boshqacha-da. Hozir nima kerak bor shuncha gapni? Shu men o'zim aytyapman-da, bu savol javobi ko'p-da. Imенно Haliyam Bro. Rubr hisobimiz hamda hozirgi savolimizni hali ham o'ylantiryapti. Nimaga armiyada bir xil kiyim kiydiradi askarlarga? O'g'lim Qudrat armiyaga bormaganmiz. Lekin armiyaga borganman endi, xizmat qilgan emas, oddiy borganman. Ha, tanklarni ko'rib, oruchalarni borganman. Chiyoda borgan. Meanwhile, Hop, buni ham javobini bilsanglar, yo'q, endi oshib ketadi. Işte zagadka uyga ochib beradi. Hop, nimaga armiyada bir xil kiyim kiydirishadi? Bir xil kiyim kiyinsa, agar askarlar soni 2 barobar ko'proq ko'rinadi. Yo'q. Askarlarning soni 2 barobar ko'proq ko'rinadi agar bir xil kiyim kiyinsa. Vijir olib ketadi. Pay attention. Hech e'tibor berganmisizlar? Vijir. the next day. Qaysi qadimgi Yunon siymosi ko'pincha g'arb falsafasining asoschisi hisoblanadi? Yunon greklarmi? Yes, Grek. Aristotel. Arximed. Boshdan keling. Ha? Qaysi Yunon siymosi, asha figure ko'pincha g'arb falsafasining asoschisi hisoblanadi. Falsafa philosophy. G'arb. Citeron. G'arb Westmi? Ha? Короче, Westda to'g'rimi men yoki anaqasini Zapad? North, East, West, South deganini bilaman. Men ham bilaman. G'arb qaysidir? Men qalam. Zo'r. Xo'p. Citeron emasmi? G'arb falsafasining asoschisi. Bo'lmagan. Shinchi nimalar bor? Very famous. Very famous? Yes. Very famous person. Figure. Diogen. Voy, men tushunmagan ismlarni aytyapsiz hozir. Aka, men hamma filosoflarni aytyapman-da. Mana Oson emas javob, bu hozir ichkariga ketyapti. Bo'pti, osonlashtiray. Spellingni inglizchada aytaman, lekin shu bilan boshlayman. Spellingni inglizchada aytaman. Yo'q, bitta harf, birinchi harfmi? Birinchi harf. Ha. Tayyormisizlar? S. S. Few hours later. Hali ham o'ylanib turibmiz. Teacherlarga qanaqa savol beruvdinglar? Asal deb keluvdim. Men o'rtacha savollar deb keldim-ku. Xuddi shunaqa savol tuzaman desa, bu o'zi katta ketdi kommentariy. Shuda aka, men o'tirib topaman. 11 ta toping dedi, zo'ridan bo'lsa, o'tasiz emas dedi. Okey dedi. Mana yaxshi ham shuni bilib, ekstra savollarni oson qilib qo'ygan. Biluvdim menga yetib bormasini. Shundan boshlaymiz shekilli ekstra savollar. Aka, asar haligi nimani ayting? Bo'pti. Yasagan yilini aytadi. Topasizda nashrdan. Eng zo'ri mana shu bo'ldi. Esligi bo'ldi. Filosoflardan eng mashhuri, eng asoschisi, dadasi deyapmiz bu. Filosofiya asoschisi hisoblanadi deyapmiz. Filosofiyaning otasi hisoblanadi. S bilan boshlanadi. T bilan tugaydi boshlanadi. Filosoflar ko'p-da aka. The founder. Bo'ldi, aka, ko'p nima qilmay. Aytib bersang, topamiz. Qilamiz-da. Mayli. Eternity later. It should be like 15 minutes, but it seems it lasts like hozir 1 soat bo'lib chiqadi. Programmamiz boshqa. Lekin 1 soat bo'lsa-chi 1 soat qoldiraman. Katta shug'ullanmaganiga ancha bo'ldi. Shuni. Sakrat. Meni chalg'itdingiz meni. Keldimi? O'yladim. S bilan Tga
Atak sakrab. To'g'ri, yaxshi. To'g'ri. yaxshi. Rosti. Xato qilmayapman. Yani otasi mas'ul unda. No, asosisi. Bitta Bola unda. asosi hisoblanadi. Endi otasi deb ko'pirtirib yubordi. Necha? Ozgina. Qancha? Endi menga filosofiya degan narsa diagen. Bo'ldi, tixay. Tixay. Lecture so'ramadim. Hamma biladi. Endi xo'p, kinodan bitta parcha bor. Okey. Harry Potter. Oo. Harry Potter Ko'rmaganman. qaysi uyga deyarli saralagan edi? Slytheringa. O, vashir Deyarli ko'rmagan. Slytheringa ketgan. Ya, Ko'rmaganman. Bor. Kutamiz. Harry Potterdan qilmaylik-da. Hisoblarimiz hozircha 2-0. Yek. Ey! Aka. 2-2. Meni minusga tiqib qo'yapsiz. 2-2. Slytherin to'g'ri javob edi. Harry Potter